Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, hammalar sog'misiz, salomatmisizlar? Bugun qilgan montajlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugun qilgan montajlarimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrli terasga olib kelib o'rnatib berdik. Ranglari oq profildan bo'ldi, lega profildan nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Avvalambor razmerlarni tushuntirib o'taman, keyin addiy narxlariga to'xtalib o'tib ketamiz. Qadrli obunachilar, razmerlarga keladigan bo'lsak, romimizning enlari 2,5 metr, bo'ylari 180 sm, bir dona ochilish qo'yib berganmiz. O'rtada bir dona ochilish qo'yib berganmiz. Keyingi razmerimiz ham enlari, общий enlari 2,5 metr. Bo'ylari, xo'p, eshikni pastidan tepasigacha 280 sm, ikki qanotli eshiklarni qo'yib, bunga ochilish qo'ymaganmiz. Nihoyatda go'zal va sifatli bo'lib bitdi. Uni yonida yana bitta nimamiz bor, romchamiz bor. Enlari 1 metr, bo'ylari 180 sm, bunga ochilish qo'ymaganmiz. Men yonroqqa borib tushuntiraman, qadrli obunachilar. Mana taylariga alyumin arkafonlarni qo'yib berdik. Nihoyatda go'zal sifatli bo'ldi. Oddiy shir ruchkalarni qo'yib berdik. Ochilib yopilishlari nihoyatda miyaqki go'zal bo'ldi. Kaltayib qolyapti. Xo'p, choklarga e'tibor beringlar. Choklari ham nihoyatda go'zal va sifatli bo'ldi. Penalarga e'tibor beringlar. Penalarni taylarga pena bloyni urib, qo'ldan kelganicha endi penalarni to'ldirib, yopib, chiroyli qilib sovuq kunida issiq o'tiradigan qilib berdik. Mana penalari hamma yo'g'iga aylanasiga quyib chiqildi. Bu tomoniga ham bir dona pena urib, qolgan tomoni liniyalarni bir xilda qilib berganligimiz uchun nay tomoni sal balandroq ekan, buzib qaytadan pena bilan urib berdik, qadrli obunachilar. Oynalarga keladigan bo'lsa, oynalari bir qavat oq oynalarni qo'yib berdik. Ichki tomondan ko'rsataman. Xo'p, ichkari tomondan ko'rinishlari o'zlaringiz ko'ringlar. Penani ham bearmon ishlatdik. Xolasa egasi xursand bo'lsa bo'ldi. Mana penalarni hamma yo'g'iga, choklariga, hamma yo'g'iga qo'yib chiqdik. Qadrli obunachilar, plus delfinlarga to'g'ri. Delfinlari Akvani o'zining delfinlarini qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari nihoyatda go'zal, mahkamliklari hamma yo'g'i, petlalariga chidash Akvani o'zining petlalarini qo'yib berganmiz. Qadrli obunachilar. Xo'p, qadrli obunachilar, narxlariga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Xonobod mahalla fuqarolar yig'iniga 7 metrlik oq profildan bir qavat oq oynaga olib kelib o'rnatib berishimiz 6,5 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Kimga shunaqa sifatli eshik romlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat etaveringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar, like bosishni unutmanglar. Sizlar bilan har doimgidek Xonakva bizni kuzatib boringlar. Bundan da qiziq videolar hali oldinda.